1 milyon 200 mingdan 1 milyon 300 ming chiqadi ama aeroplanning bahası. Yuyan deb qo'yamiz albatta 2 kishilik. Buning 2 qanotdagi o'shan bo'lib qolsa 55 litrdan 110 litr may patadi do'stlar. Bir mayjalab qo'ysak to'shqacha 1300 dan 1200 kilometr chalaydi. Soatga sur'at olib qolsa soatiga 210 kilometr chalaydi. Eng egiz uchgan chaqda men aeroplan 4,5 mingdan 5 ming metrga yetib chalaydi. Yana birisi men aeroplan har qanday qiyaga uchib qona oladi ha do'stlar. Tuzlan ya bo'lsa mayli, o'tloq tog'da bo'lsin yoki to'p tog'da, salqin bo'lsin har qanday yer qo'nib chalaydi. Buning ko'tarilish araligi bo'lib qolsa 110 metr aralıqda ko'tarilaydi yerdan. 190 metr aralıqda kundigan chaqda chaq yayrasa to'xtalaydi. Bexatar ham bir xil chiroyli qisib chiqqan bu aeroplan. Buning hozir degandek bahasi 1 milyon 200 mingdan 1 milyon 300 ming. Buning odatda kilometrga qanchalik mayaydi desanglar, 7 mo'lchandan 8 mo'lchan, 6 mo'lchanlik mayaydi. Buning odatda chiqimlik eshib ketmaydi. Ayşe başlaq aeroplan setib oldigan, aeroplan pravos to'g'riliq masalasi bo'ladigan. Do'stlar, bu qasamlar davomli shaytonlar bo'ldi hamda biz har qanday aeroplan pravos tarbiyalaymiz, aeroplan sotamiz do'stlar. Pravo o'qiydigan do'stlarimiz shaytonlar bo'ldi, undan qolsa keyingi sonni ko'rishaylik, xayr qo'yish.